Здравствуйте! Добрый день! С вами сегодня Мубина Маматова, и мы продолжаем уроки изучения русского языка как иностранного. Ассаламу алейкум, hammaga xayrli kun! Sizlar bilan yana Mubina Mamatova va biz sizlar bilan rus tilini o'rganishni ikkinchi darsini boshlayapmiz. Вы смогли, siz birinchi darsdan o'tib ikkinchi darsga keldingiz va bu bilan sizlarni tabriklayman. Ekranda ko'rib turibsizki, grafika bukvy deb yozib qo'yibdi. Demak, bukvy o'tgan darsda o'tgandek harflar degani. Biz harflarni talaffuzini o'tgan darsda ko'rib chiqqan edik. Bugungi darsimiz mana shu harflarni so'zlarda to'g'ri talaffuz qilish, ya'ni o'tgan qoidamizni amalda sinash bo'ladi. Погнали! Значит, первая буква это у нас А. А harfimiz. Akt. Akt. Takt. Takt. Eslatib o'taman, напоминаю, вы должны повторять за mной. Meni ortimdan takrorlashingiz kerak. Shunda talaffuzingiz to'g'rilanadi. Erinmang, men talaffuzimni yaxshi qila olaman. Shu oddiy so'zlarni ham hozir men noto'g'ri talaffuz qilarmidim deb o'ylamang. Hamma narsa ilmni boshlanishi taqliddan boshlanadi. Hech qaysi chaqaloq o'zidan o'zi ona yoki dada deb ketmagan, to'g'rimi? Hammaga o'rgatilgan ona, dada deb qo'ygan deb, to'g'rimi? Xuddi shunday siz ham chet tilini boshlayapsizmi? Erinmang, har bitta so'zlarni to'g'ri talaffuzini boshidan ishlab chiqing. Boshida erinmasangiz, oxirida hammasi silliq ketadi. Продолжаем. Акт, такт, атом, комета, атака, там. Boshdagi so'zlar o'zi o'zbek tilida ham bir xil ketgan edi. Tam so'zi qizil rangda berilgan. Tam degani ana va yerda. Yoningizda emas, uzoqroqdagi predmetni ko'rsatish uchun biz tam so'zini ishlatar ekanmiz. Кто? Кто? Kim degani? Mama. Mama. Kot. Tom. Demak, кто savoliga javob beradigan so'zlar. E'tibor bering, ona, mushuk so'zlari kelyapti. Bu degani rus tilida odamlar, то есть люди, hayvonlar, животные, hasharotlar, насекомые, qushlar, птицы. Mana shu to'rttasi hammasi jonliga kirar ekan. Одушевленные degani jonli. Одушевленные существительные. Ну, существительные so'zi bir sizlarga qiyinchilik tug'dirishi mumkin hozir boshlanishidan. Давайте мы не будем писать. Одушевленные, jonli. Люди, odamlar. Животные, hayvonlar. Насекомые, hasharotlar. Птицы, qushlar. Demak, mana shular bizda rus tilida jonli hisoblanar ekan. Eslab qolamiz. Продолжаем. Dialog номер 1. Tuk-tuk. O'zbek tilida nima deymiz? Tak-tak deymiz. Rus tilida mana tuk-tuk. Кто там? Кто? Kim? Tam ana bu yerda, ya'ni u yerda degani. Кто там? Kim u yerda? Tom. Здравствуйте, Tom. Здравствуйте degan so'zimizga e'tibor bering. O'rtadagi, ya'ni A dan keyingi V harfi tushib qolyapti. Здравствуйте deb o'qimaysiz. Nima deymiz? Здравствуйте. A dan keyin S ni talaffuz qilasiz. Здравствуйте. Здравствуйте. Дальше у нас идут другие буквы. Boshqa undosh harflarimiz kelyapti. Unlilar ham bor ekan. Ammo qattiq va yumshoq ekanligiga e'tibor berib o'qishimiz kerak. Vavilon. Vavilon. E'tibor bering. Va qattiq, vi yumshoq. Nimaga? I harfi keldida vadan keyin. Shuning uchun vi tovushimizda, ya'ni bo'g'inda vani yumshoqroq talaffuz qilishimiz kerak. Vavilon. Varvar.
Varvar. Vino. Vino. Vodka. Vodка. Вариант. Вариант. Вот так. Вы все сможете. Молодцы. Demak, siz hamma narsani uddalay olasiz. Sizda talaffuz zo'r chiqyapti. Bilaman, hozir orqamdan takrorlayapsiz. Kanal. Kanal. Nota. Nota. Vitamin. Vitamin. Banan. Banan. Трактор. Трактор. Карта. Карта. Ром. Ром. Бар. Бар. Баррикада. Баррикада. Рим. Рим. Символ. Символ. Simvol demayapman, e'tiborli bo'ling. Ilmning boshlanishi o'g'ri bo'lish. Ya'ni to'g'ri ma'noda o'g'ri bo'lish. Siz ustozingizdan kimni ustoz sifatida tanlagan bo'lsangiz ham, chin ma'noda ilmini o'g'irlay olishingiz kerak bo'ladi. Bu endi nima deydi, qo'sh tirnoq ichida aytyapman-da, o'g'irlash deb. Ustozdan ohanglarni, gapirish uslubini, kerak bo'lsa odobini, hamma narsasini o'zingizga ola olishingiz kerak. Shuning uchun aytdim. Simvol degan so'zingizda ham e'tiborli bo'lingki, ustoz nima deyapti? O harfini deyarli o'qimay ketyapti. Simvol demayapti yoki simval demayapti. Simvol. Vol bo'lib ketdi. Simvol. E'tiborli bo'lamiz. Signal. Signal. Start. Start. Sauce. Sauce. Sort. Sort. Tez o'qimayapman degan umiddaman. House. House. Xor. Xor. Христианин. Христианин. Хаки. Хаки. Хулиган. Хулиган. Инстинкт. Инстинкт. Сироп. Сироп. Ритм. Ритм. Индивид. Индивид. Yana e'tiboringizni talab qilaman shu yerda. Qarang, individ so'zi oxirida d yozilgan bo'lsa ham nima deb o'qiyapman? Individ t deb o'qiyapman. Bu narsa o'zbek tilida ham bor. So'zni oxirida jarangli undosh kelsa, biz uni jarangsiz qilib juftiga almashtirib o'qiymiz. Misol uchun, hamma biladigan kitob so'zi. Kitob b yozamiz. Talaffuzda nima deymiz? Kitob b deymizmi? Yo'q. Kitob p bo'lib ketadi. Rus tilida ham xuddi mana shu qoida ishlaydi. Ya'ni so'zni oxirida, давайте это тоже запишем, чтобы вы запомнили. Парные, согласные. Ya'ni jufti bor undoshlar. B jufti p. Hozir aytganimizda kitob b demaymizda, kitob deymizda degan. Xuddi mana shu holatga to'g'ri keladi. Rus tilida ham misol stol b yoziladi. Talaffuzda nima deymiz? Stop. Stop p bo'lib ketadi. V harfi v f ga to'g'ri keladi. Misol uchun markov. Markov sabzi degani. Markov oxiri v ga tugaydi, mягкий znak bilan, lekin talaffuzda f deymiz. Markov. Markov. Дальше g harfimiz so'zni oxirida kelganda k ga almashar ekan. Например, luk. Luk. Luk degan gulzor degan so'zimiz bor, oxiri g, lekin talaffuzda nima deymiz? Luk. Xuddi piyoz luk deganga o'xshab talaffuz qilar ekanmiz. Дальше d harfimiz. D talaffuzda so'zni oxirida t ga almashar ekan. Mana individ so'zida ko'rdik. Individ.
T bo'lib ketdi. Z harfimiz S ga almashadi. Например, glass, ko'z, glass. Talaffuzda glass S deymiz. Glass. Orada J harfini tashlab ketdim. J harfimiz bizda Sh ga almashar ekan. Например, nosh, pichoq degan so'z bor. Nosh. Biz noj deb o'zimizni qiynamaymiz, jni jligicha o'qiymiz deb qiynamaymiz va biz nima deymiz? Nosh deymiz. Shga almashadi. Mana shu bizda jufti bor undoshlar edi. So'zni oxirida kelganda mana bu birinchi guruhdagi undoshlar yonidagi ikkinchi guruhdagi undoshlarga almashib qolar ekan. Shuning uchun ham bular jufti bor undoshlar deyiladi. Juftiga almashib olishadi bular. Вот так. U harfimiz qoldi. Auditoriya. Auditoriya. Kaktus. Kaktus. Show. Show. Unisson. Unisson. Struktura. Структура. Далее у нас идут еще диалоги. Bu yoqda yana dialoglar ketyapti. Dialog 2. Это B. Это so'ziga e'tibor berasiz. E harfiga urg'u tushyapti. Mana tepadagi belgicha, ni tepasida turgan belgicha urg'u deyiladi. Udarение. Demak, tepada o'zi so'zdan o'qib berdim xolos, urg'u nima ekanligini tushuntirmadim. Chunki qoidalarni birdaniga berib yuborsam bo'lmaydi-da, sekin-sekin hazm qilishingiz uchun sekinlashtirib beryapman. Urg'u, udarение so'zdagi bitta unli tovushni cho'zibroq, aniqroq talaffuz qilishingiz. Значит, ударение – это когда вы один гласный звук произносите длиннее и четче, яни aniqroq. Это Б, да, это Б. Это degan so'zingizda ga urg'u tushgani uchun deb o'qidingiz, lekin o harfiga urg'u tushmadi. Nima deb o'qidik? A deb o'qidik. Shu yerdan yana bitta qoida chiqaramiz. Qanday qoida? O harfiga urg'u tushsa, biz buni O deb o'qir ekanmiz. Ya'ni O bo'yicha qoladi. Agar O harfiga urg'u tushmasa-chi, urg'u tushmasa biz uni A deb o'qir ekanmiz. Вот так. Talaffuzni mana shu to'rtburchak qavslar ichiga yozib qo'yapman. O harfiga urg'u tushsa O deb o'qiysiz, O harfiga urg'u tushmasa A deb o'qiysiz. Eta so'zi bunga misol bo'la oladi. Eta so'zida O ga urg'u tushmaganida biz O harfini A deb o'qidik. Eta B. Da, eta B. Da, net, ne degan qo'shimchamiz. Da, ha degani, net, yo'q degani, ne, emas degan, emas. Misol uchun men degani ya edi. Misol, men emas desangiz, ne ya desiz. Ya so'zdan oldin neni qo'shib qo'ysangiz, emas qo'shimchasi paydo bo'ladi. O'zbek tilida emas qo'shimchasi predmetdan keyin qo'shilsa, rus tilida predmetdan oldin qo'shar ekanmiz. Диалог номер 3. Это Б? Нет, это не Б. Что это? Это В. Bu Bmi? M qo'shimchasi rus tilida yo'q. Shuning uchun so'roq belgisi turganidan mi qo'shimchasi borligini bilib olasiz. Это B? Bmi? Rus tilida mana shu mi qo'shimchasini talaffuz bilan beramiz. Talaffuz bilan qanday berasiz? Savolni oxirini balandroq ohangda o'qib berasiz. Это B? B deganimda so'roq ohangini chiqarib berishim kerak. Chunki bu so'roq gap. Нет, это не B. Qarang, bu oxirida nuqta bor, darak gap bo'ldi. Shuning uchun men oxirida B degan ohang bermadim. Shunchaki to'g'ri o'qidim. Это не B. Bu B emas. Что это? Что это? Oxiriga urg'u beryapmiz, savol bo'lgani uchun. Что это? Это V.
Вот так. Вы смогли, вы все сможете, у вас все получится, я в этом уверена. Упражнение номер 3 будет вам как домашнее задание, это задание от Mubini. Demak, mana shu vazifani sizlar o'zingiz uchun bajarishingiz kerak bo'ladi. Darsda o'qigan so'zlarimizni yana bir bor takrorlab, o'z ustingizda ishlang. Keyin 3-mashqni ham albatta talaffuzini Telegram kanalimga o'tib, kommentariyga yozib qoldirishingiz mumkin bo'ladi. Bu darsimizda yozilgan mana bu belgilarni ham PDF shaklini albatta kanalimda topishingiz mumkin bo'ladi. Kanalni ссылкасini videoni pastida qoldiraman. Всем спасибо за внимание va sizlarni 3-darsda ham kutib qolaman.